Zhuge nemish Cao yoki Sunchuanga ergashmay, aksincha Liu Beiga ergashdi. Biz oldingi filmimizda bu to'g'riliq so'zlab o'tgandik va eng muhim bir nuqtani yo'ritgandik. Bunda bo'lsa davomini anglamoqchi bo'lsangiz, yurak berib saqlab o'tgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge Caoga yoki Sunchuanga ergashmay, aksincha Liu Beiga ergashdi. Shu sababli Liu Bei nurg'un shon-sharaf bilan qozondi. Unda bo'lsa u nemishqa Liu Beiga ergashdi? Biz birinchi sababni Zhuge Liang'ninki tanlashi, ya'ni Liu Beiga ergashsa eng cho'ng mushavir bo'laoladiganligi. Boshqa ikkisiga ergashsa tuvandan o'rni olib qolganligini birinchi sabab qildi. Bundaqda ikkinchi sabab nima degan vaqtda Zhuge Liang'ninki o'rni, ya'ni jug'rafiylik o'rindan qaraganda Zhuge Liang turayotgan o'rin Liu Beiga eng yaqin, ya'ni Xinye shahriga eng yaqin bo'lg'achqa uninki Liu Bei'ninki Zhuge Liang'ni taklif qilishmi qulaylik bo'lgan. Zhuge Liang boshqalarning oldiga o'z bag'ini qaraganda Liu Bei taklif qilsa, texmi hurmat bilan bora oladi. Uchinchi sababi Zhuge Liang, ya'ni avom xalqninki rayon qaraganda Han xonadonlikqa noit sodiq. Ham Cao bilan Sunchuanninki qilayotgan ishlari asosan Han xonadonlikqa qarshi chiqqan holatda. Shunga Zhuge Liang mu Han podshohlikqa amroq bo'lg'achqa, mayil bo'lg'achqa Liu Bei'ning tutgan yo'li dal Han xonadonligini güllendirish bo'lganligi uchun uning ergashdi. Agar sizning bu qarashlarim qo'shilsangiz, ostidagi inkas rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p igilik tiklash va jahondorchilik oid mazmunlarga qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.